$5000 dollarga shu mashina. Nima debdi? Malibu 1 sizlar uchun mana shu mashina $5000. Aka, biror xil mashinangiz bormi? Variant qilib alishtirmoqchimisiz? U variant bizdan bor. Avtokreditmi? Unisi ham bor. Halol narsa debsiz? Bunisini ham ilojini qilamiz. Mana shu mashinada nima sizlarga variant ma'qul kelayotgan bo'lsa, o'sha variantda sizlarga chiqarib beramiz. Mashinamiz ham bitta obzorni ko'ring, lekin mashinamiz chotki udar turibdi. Ko'rib turganlaringizdek, mashina juda ham ajoyib, chotki, ideal holda, balon qismlaridan bir 80-90% atrofida. Bitta buni salonni ham ko'rsatib o'taysiz, salonlari ham dahshat. Ko'rib turganlaringizdek, mashinamiz avtomat, luklik. Eng qiziqini aytaymi sizlarga? Mashinamiz yili necha debsizmi? 2015-yil. Yurgan masofasi esa 2 kunga yaqinlashgan dedilar. Halol dedilar. Yana o'zingiz tekshirib bilib ko'rib olaverasizlar. Yoqilg'i turiga kelayotgan bo'lsak, o'sha siz bilgan metan, bahaybat metan gaz ballonlarida turgan ekan. Bitta orqasini ham ko'rsatib o'tamiz. Orqalari ham hech qayerda zarbasi, udari yo'q dedilar. Mashinamizning motorda hadovoyda biron gram bir ishi yo'qdi. Yana o'zingiz ko'rib, menib ko'rib bilib olaverasizlar. Kraskasiga kelayotgan bo'lsak, bir 20-30% dedilar. Yana o'zingiz uchun tekshirib bilib ko'rib olaverasizlar. Hujjatlarga kelayotgan bo'lsak, 1 gram muammosi yo'q dedilar. Xohlasangiz generalka, xohlasangiz оформить, xohlasangiz prostoy daveriniz. Xohlasangiz mana shu mashina otlaringizni o'tkazib, avtokredit qilib chiqarib olsangiz ham bo'lar ekan. Egalari xohlagan variantda kelsin dedilar, o'sha variant qilib beraman dedilar. Yana nimani kitobsiz o'ylamasam, mana aka nomerini qoldirganmiz, bemalol aloqaga chiqing. Yana o'zingizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni so'rab bilib olib, oxirgi o'zingiz kelishaverasiz. Naqd pulga ham savdo qilaman desangiz, 10,5 ming dedilar. Oxirgi narxi 10,5 ming dedilar. Yana o'zingiz kelishib ko'rasizlar.